Takı bilan yurgan barjigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Uning chiroyidagi xotirjam ko'rki, yurish-turishlaridagi to'liqlashgan ishonchdan hamma hayron va hasrat. Ko'rmanlar yaxshimizlar, ota-onaning farzand tarbiyasi safarining o'ngishli bo'lishi shundaqla farzandlarining sog'lom, baxtli o'sib yetilishi uchun alohida yo'l qo'yilgan Xinjiang Ananas so'chak shirkati tajdarligidagi farzandimiz uchun programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Zaynura Adil. Yaxshimizlar, suyimli ko'rmanlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Xinjiang Kanxan kasbiy tarbiyalash maktabining o'qituvchisi, davlatlik ona bolalar parash yetakchisi, shundaqla ona suv yetakchisi Güzelnur Tunyaz bo'lman. Mush munosabat bilan ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Qarshi olamiz. Rahmat. Endi bu qitimlik programmamizda biz bu ahlarning harakati to'g'riliq paranglashmoqchi, ya'ni dayundong, masalan, bolalarning o'rilish, o'mlash, mengish qatorliq harakat qismiga keldik. Chunki bolalarningki harakat jihatdagi bir qism alayliklarimi bolalarning hayotida da qo'yamdi. O'sib yetilishda intayin muhim rol o'ynaydi. Noqosada siz mush bolalarning harakati to'g'risida gap qilsangiz, to'g'risida bir savol esim keldi. Hamda ko'pincha ota-onalar yo'l qo'ygan masala bu. Ya'ni ba'zi bolalar osonla o'mlab, osonla oyoqqa chiqadi ekan. Ba'zan bo'lsa, shunda uzoq vaqtgacha o'milmay oyga chiqmaydigan ahvollar bo'ldi ekan. Bunda qo'yganda bu bolalarningki shu aqliy iqtidori bilan bevosita munosabat bo'lamdi. Anondan keyin barbara bu o'sib yetilish jarayonida ta'sir ko'rsatgan ahvollar bo'lamdi. Bu bek yaxshi savol bo'ldi. Endi bu vaqtlarimiz tug'ilib, ularningki qo'saq masalasi, ana sut masalasi, parash jarayonidagi bir qism masalalar bo'lgandan keyin barbara bu bolalarimiz burunqidek yetib uxlablam, jimla yotadigan ahvol barbara tugaydi endi-ku. Bolalarningki 4 oylikdan boshlab baldir bo'lganda o'rilish bosqichiga kirdi. O'rilish bosqichi qanday degan vaqtida bolalar birinchi bo'lib o'rildi. Bu o'rilishga nisbatan bizningki azroq bo'lsa-mu yetakchilik qilishimiz muhtoj. Endi bolalar qachondan boshlab qachongacha degan vaqtda 4 oylikdan boshlab taxminan 7 oylik bo'lgan qadar ba'zan bolalar boldiroq o'rildi, ba'zan bolalar keyinroq o'rildi. Agar 7 oydan keyin bu bolalar texnik o'rilmay, yana ham o'zini o'zi ko'tarmagan bo'lsa, u vaqtda biz doktorxonaga berib tekshirish qilib baqsaq bo'ladi, lekin u jarayonda 4 oylik bilan 7 oylikningki alohida farqi yo'q. Ba'zilar qanday qildi desa, "Voy, mening bolam 4 oylikda o'rildi, voy, mening bolam tex o'rilmadi" deb xuddi bir musobaqa o'xshash selishtirdi-ku. Bu selishtirish bolalarga nisbatan bek odil emas, chunki bu bir musobaqa emas. Shunlashqa ota-onalar mayli qaysi bosqichda bo'lsin, shu boshqalarning bolalari bilan o'zining bolalarini selishtirishni saqlash kerak. Endi bolalar shu o'rilgan vaqtida agar ba'zan bolalar zodi o'rilishda bir qiynalgan bo'lsa, buning bir qancha turli sabab bor. Masalan, birinchisi nima degan vaqtida bek burun uy bo'limiga yegan bir qism adadin ziyod semiz bolalar bor. Biz burun programmalarimizni dedik, bu vaqtlar amal va onustu emgan yaxshi deb. Onustu emgan bolalar kuchi bor, lekin sal o'rxroq keldi. Lekin baldir bo'lmoq yegan bolalar bo'lib qolsa, sal semizroq keldi, bada eg'irligi ishib ketgan bo'ldi. Bu bola o'zini o'zi ko'tarolmay, o'rilish ta'sirlab qoldi, kuchi ojiz bo'ldi-ku, kuchi yo'q badan semiz bo'lgan bilan. Ham ikkinchisi, mush ba'zan bolalar kiyim-kechak jihatda chinkildigan yoki biyaram bir kiyimdan yuzib qo'ysin, u bolalar kiyimning biyaramligidan harakat qolay bo'lmaydi, qo'lishamaydi-ku. Onun üçüncü jihatdan mush bir qism bolalarga mush parvarish jihatda kalsiyni sömürülüşünü yaxshi bo'lish uchun vitamin D ni vaqtida bermasa, bu bolalarning suyakning yetilishi yaxshi bo'lmaganlikdanmi, yaxshi vaqtida o'rilish bosqichini tamomlayolmaydi. Shuningdek, mush ota-onalar ozuqlik jihatdan diqqat qila olsa, undan keyin kiyim-kechakni rahat qila olsa, undan keyin o'zining erkinligiga qo'yib berib, azroq yetakchilik qilib qo'ysam, bu bosqich ko'ngilli bosqich. Endi yana bir qism onlar bor. Bek nozukchi bola endi o'rilib bir u jarayon azroq kuch ketadidan, azroq qiynaldi. Voy deb bir qilib bo'g'chi, voy bolam deb deganlar bir jiqilib ketib qolarmi yoki bunday bir yer og'ir ketib qolarmi deb ilq bola darhol ko'tarib olgan ekanlar. Hadidan ziyod nozuklik qilib bu bolaga fursat bermaydi-ku. Shunga o'rilish bosqichida biz cho'qim yuqorqi nuqtalarga diqqat qilgandan boshqa azroq yetakchilik qilsak bo'ldi. Endi mush yetakchilik qilgandiki azroq bir harakatni men amniyatni bir ko'rsatib qo'yay. Ma'qul bo'ldi. Endi bayatın dedik, bolalar shu o'rilgan vaqtida azroq qiyinchilik bo'lib qolsa, biz aplar qo'pib, "Voy, bolam o'rilamadi, qana qilaman" deb bizni qarab o'tmasdan, azroq yetakchilik qilsak bo'ldi. Endi buni yetakchilikda pek murakkab emas. Bolalar 4 oylikdan 7 oylik cho'g'an mezgillarda o'zining putini o'zi sho'riyalaydi-ku, yedidu. O'sha vaqtda biz bolalarning ikki qo'lini
onki ikki putini biriga ekilib bulduchu. Ekegandan keyin bana ikki putini yaxshi tutib olgandan keyin mana ikki tarafga buni midiriltimiz. Bu bola hisobda ikki tarafga harakat qilganligini biladichu, shuni barbara shuni ko'ndirmiz endi. Endi bu qarsiz bolalar uchun o'yin bo'ldi-da. Bola harakat qila olamsiz? Bir o'rnida bola deb turib qilib turib, onki bunday qilib qo'yib bersak, onki bola bag'an siri o'z odatdagi vaqtlarda o'zi mushtaq bir o'rlalaydigan bo'ldi degan gap. Undan keyin yana bir harakat bor. Odatda masalan bolaniki va ast tarafdan mo'r tarafdan qo'lini tutib turib mana balam o'rlalamsiz o'ngga birni deblam 3 kun bunda qilib bir o'rib aslangiz hozir men qo'ncha qo'ygan bilanchu balniki o'zining qo'lini men chiqarib olalaydi-chu chiqargandan keyin bola o'rildi degan mushtaq bir necha qayta asta qilib ko'ndasak bu bola o'ziniki mushtaq bir o'rlaydiganligini bilalaydi bilgandan keyin shuni bilan biz balki bilmay qolgan vaqtimizda bola o'rilib ketalaydi degan gap demak endi shu onalarning mushtaq bir yetakchiligiga muhtoj bo'ladi undan keyin men o'rilishning keyin qilib bo'lgandan keyin o'milash kelimizchu o'milash kelgan vaqtida ba'zan bola o'rilib bo'lgandan keyin o'tirib undan keyin o'mlaydi. Ba'zan bolalar o'rilib bo'lgandan keyin o'mlab bo'lib, undan keyin o'ltirdi-chu. Bu qilib yo'q hamdi. Cho'qim bunda bo'lish kerak deb bolalarning ishga kelganda cho'qim deydigan gap mavjud bo'lmaydi. Hamdi bolalar o'rilib bo'lgandan keyin bu o'mlash bosqichi keladi-da. Bolalar o'mlish kerak. O'milgan vaqtida qanday deganda ba'zan bolalar o'zining tabiiy o'mlab kelsa, agar tabiiy o'mlayolmay qiynalib qolgan bo'lsa, biz uni qanday yetakchilik qilamiz degan vaqtda bolaninki mana ikki to'pon tarafga tirab birimiz qo'limizni. Hech emas. Tirab birimiz uni oldiga yaxshi ko'rgan o'yinchig'idan buni qo'yib birimiz. Undan keyin bu vaqtda bola o'mlashga tirishotdi-chu, tirishgan vaqtda biz tirab bersak, u put orqali bizni tirab turib oldiga o'mlaydi. Undan keyin oldidagi narsani bag'on sirjiroq qilib birimiz ashta qilib barbara yetaklasaklar, bu bolaninki o'mlishimi bu o'ziniki asli iqtidori bolaninki-chu. O'mlab ketadi degan gap. Odatda qancha jiq o'milsa, hattoki pago vubaga sho'shi deydi. Am oz bo'lganda 500 soat o'milab bersa, bu bolaning cho'miyanining yetilishiga bek foydasi bor deb ataymiz. Shunga bolalarniki o'sha o'rilish, o'milash, o'ltirish, undan keyin meyish. Endi meyish kelgan vaqtimizda ba'zan bolalarniki oyog'i bek tez chiqdi deymiz. Amniyatda bu boldir bo'lganligi bu yaxshiligini derak bermaydi. Hisobda mening bolam 9 oylikda mangdi yoki mis bolam 1 yoshda 1,5 yoshda mengibdi yaxshi bo'lmay qolamdi deb silishtirib haqniki bilan raqobatlashtirgandakchu bu xil holatda o'zimiz bisim qilisham faqat ham bolaga bisim bo'ldi ham o'zimizga bisim bo'ldi endi shu jarayonda bir diqqat qilmay qolgan narsamiz bolam ishda harakat qilayotgan vaqtda bizlar jiddiylashibchi bolam mo'g'may qoldim ya va ichkirak monsam bo'ldi deb mushuk bola harakatga kirishgan vaqtdagi bizning chiroy ifodamiz jiddiy bo'lib ketsa bolaniki oslab ketadi hali qo'rquvchi koreyaning bunday bir tajribasi bo'ldi ekan 9 oylik ishga bolani o'mlayotgan vaqtida oldiga bir sandi shaklli qilib qarasangiz tegi tushib kelgan bo'lgandek bir ko'rinish bor bir yerga qo'yib qo'ygan. Bu bola o'mlab ashaga kelgan vaqtda qarasangiz tegi tushib o'xshayman degan tuyg'u berdi-da. Shuna yiliq bola shappat qaraydigan oldiga. Qaraganda agar oldidagi opsi kulib turibchi, masalan, bolam kelayman bor deb kulib turgan bo'lsa, yiliq bola o'mlab o'tkizdi kerak oldi. Agar yiliq ota-onalarniki opsiniki bo'lib chiroyli, hech qanday chiroy ifodasi yo'q, kulib yo'q, mustaq bir qapoq turib turgan bo'lsa, yiliq bolamda qarab yiqib orqaga o'rilib qaytib ketadigan, yiliq o'z qo'rqqan yerdan o'tamaydi ekan. Demak, bolaniki o'sib ketish jarayonida bizniki jiddiylashgan, o'diqqan holatimiz aksiya bolaniki o'sib ketishiga ta'sirini berib qo'ydi. Shunga imkoniyat borligi, foydali o'zimizni rahat his qilib, faol o'qib turib, hech qisi yo'q, oldirmay bo'ldi. Masalan, ba'zan bolalarda 1 yoshdan chiqqandan 1,5 yosh ketishi mumkin. Ammo u yetarlik o'milib oldi-ku. Ba'zan bola o'ziga 9 oylikda boldirmay olib ketgan bo'lsa, buning nisbatan siz voy boldirmay olib qolgan bo'lsa, taxulam deb uni nima ham qilishning hojati yo'q. Hisobda ota-onaning eng muhim ishi silishtirmaslik, undan keyin o'zi bisim qilmaslik. Endi ash normal doiradan chiqib ketib qolsa, u vaqtida biz doktorxonaga borib, kasbiy tibbiy xodimlarningki gapini olgandan keyin shuni qanday davolash qilsak bo'ldi, shu vaqtida jiddiylassak bo'ladi, tamamen o'ldiramiz. Demak, endi shu ota-onalarning bolalarning o'milishi bo'lsin, mengish jarayoni bo'lsin, isl yetaklash kerak ekan, undan boshqa shu to'g'ri pozitsiya tutish kerak ekan shundaqku. Ma balani birdan akiltib turing, azroq ishlarim batty qilib olay. Balani men akiltib qo'yguncha, bala mening kiyimlarimni akiltib qo'yadi-ki. Xotirjam bo'ling, annanna ba. Annanna? Mana qarang.
Voy, yana bir sıkını. İgisi tanıp oldu. Annanla görüştük valla meslakları. Undaq bolsa, hada əmdi müşü bəzi balalarlıq tezlə ayığı çıxır ekan-cu, müş ayığı çıxıb bop, lekin bir məzgil manğandan kelib tuyuqsan mangmaydigan, mangmay turib aldigan müştaq ahvallar bu bərkəti çekindigan ahvallar görülgan. Bunu nə qanday düşünsək buldu? Əmdi bu məsələ gəlsək, balalarniki alaydı məzgildə hərəkətdə çəkiniş yüz verdi. Bu alaydı məzgildə qandaq degəndə məsələn balalara vaksin sağa vaxtımız. Məsələn balalar vaksin sağa vaxtda bu vaksin degəndə ki, şu kasallik bədən bir peyda olub, onun qarşı kanti şəklində emasmı? Şuna vaksin sağa vaxtda bədən bir acizlaydı. Azraq dərəcədə. Şu vaxtın özdə bal əmdi ömürləgən bolsa, bir vaksinal sağandan keyin bəlkə bir neçə günəcə qəti ömülməy cim turilishi mümkün. Onun üçün balın yeni ayğı çıxan vaxtda məsələn bunun ılıqı yemək içmək adət özgürüş bolsa, məsələn yeni bulmaq bəyən yoki yeni tamaqlarını yüz baxan, yoki olmasa yeni sütdən ayırğan degəndək üst pitliş məzgildəki bir alaydı basqış gələn vaxtda bu taraqqiyatı, hərəkət taraqqiyatı vaqtlıq toxtaydigan yoki çəkiniş əlamətləri yüz bergan işlər yüz berdi. Onundan başqa balalarning shu mingjanchi dedik, balalarning üst pitlish, tuyuqsiz o'sadigan, masalan bo'yingizlik oshgan, badan eg'irlik oshgan, badan zo'raygan vaqt, zo'rayganda qo'yib, tuyuqsiz yo'g'onganchu, ma basqishda harakat bilan badanning üst pitlishi o'ndan nasib bo'lmay qoldi. Ya'ni badan ishib ketdi uningki eg'irligi yoki badandagi taraqqiyot ishib ketdi, harakat yetishmay qoldi. Bu xil ahvolda bizga qanday bo'ldi desa, bu bolamiz masalan bo'libmi 21 yoshdan oshgan vaqtlar bo'ldi yoki 2 yoshda tarafda bo'ldi. Masalan 2 yoshdan oshgan vaqtda bolaligi oqishlab mangdigan, bir bilan otadigan, o'rin saxlaydigan, manda harakat taraqqiyotga vaqtlarda badan bir cho'ngilsa, harakat yetishmagan vaqtlardami tuyuqsiz bolangizga bu bolam tuyuqsiz burunqidek saxlaymaydan bo'lib qoldim nima degandek, manda bir ko'z qarash bo'lib qoldi, lekin buning hammasi normal. Şuna biz ota-onalar bək ciddilişib, xalq bilan silishib, bundan qilib ketmasakmi, azroq vaqtni o'tkazsak bo'laverdi. Endi haliqidek normal doira ichidan yuqorilab kelsa yoki tuvan bo'lib qolsa, u vaqtda biz vaqtni chong tutib doktorxonaga olib borish kerak. Undan boshqa vaqtlarda ortiq besim qilishning hojati yo'q. Bu onalik safari, uzun safar rahatlik birinchi o'rinda turdi. Unda bo'lsa, adam, endi shu bolalarning yashdan cho'ng'ishiga ergishib ayığı çıkıp men bo'lgandan keyin bak sho'xlashib ketadi. Bak o'yinchi bo'lib ketadi. Odatda kichik bolalar mishtab bo'lganda ularning kimda o'yinlargancha muncha aralashib qo'yamdi. Hamda shunda masalan yetakchilik qilishdan qilamdi yoki o'z mayli qo'yib bas bo'lamdi. Bak muhim nuqtadan biri so'radingiz. Bolalar shu asli harakatga boshlagandan emas, bolalar tug'ilgandan boshlab biz dastlabki ma'rif deymiz, zavjo deymiz. Mushi bo'yicha yetaklash qilsak bak yaxshi. Bu zavjo degan qandoq desa dastlabki ma'rif bolalarningki masalan ko'z iqtidori, qo'l tutmaslik iqtidori, tampon iqtidori, qatorliq mushtaq bir turkum iqtidorlar bor. Bu iqtidorlarni biz alohida bir kursga bir tarbiyalaymiz. Bolalarni o'yin orqali mush iqtidorlar tabiiy etilib turadi. Odatda bir gap bor, bolalarningki xizmati o'ynash debchu. Endi bu qandoq o'ynaydi degan vaqtida bola o'zining bilgan paysiga qalamqa o'ynasa azroq sababchiq bo'ldi. Endi buni biz anglashida cho'qim siziq sipamaymiz, yetakchilik qilamiz. Qanday yetakchilik qilamiz degan vaqtda, masalan, bolalar yangi tug'ilgan vaqtida ular faqat qora rang bilan oq rangni farqlantira oladi. Yangi tug'ilgan vaqtda biz u vaqtda bularga qora rang bilan oq ranglik kartani ko'rsatish qilib, buningki ko'rish tuyg'usini qidiqlaymiz. Undan keyin bola bag'an siri bir oylik nashqa vaqtda rangli karta masalan yeşil rang, ko'k rang, qora rang degandek rangli kartlarni bir-biriga ko'rsatish orqali bolaninki rang tuyg'usini oshiramiz. Undan keyin bola o'rilish bosqichiga kelgan vaqtda bularninki masalan sezim tuyg'usi kuchaydi. Masalan sezim tuyg'usi kuchaygan vaqtlar biz nima qilib qilsak bo'ldi desangiz, masalan bir botligiga issiqroq so'yilib, bir botligiga sovuqroq so'yilib, bolaga ikkisini ayirib tutib qo'ysangiz, bu bolaninki sezim tuyg'usi gangwan sezim tuyg'usi taraq qildi-ku. Undan keyin bu bola yana biza o'mlab yoki barg'an sir cho'ng bo'shqa agishib, masalan siz birsiga bir xaltaga nuqta aldingiz, bir xaltaga guruch aldingiz, bir xaltaga biza un aldingiz. Bularni ayrim tutqizsiz. Tutish jarayonida bularninki yumshoq qattiqlik o'xshamaydi, cho'ng kichiklik o'xshamaydi, mushlarni ayirdi-ku. Bu bolasdan bir o'yin. Lekin o'yindan ichida turib bolaninki ashadagi ayirish sezim tuyg'usi, farqlantirish tuyg'usi degandek maqsadlarni yetildirdi degan gap. Qarmoqqamda night oddiy bir
ishtakli qilgan bilan lekin bolalarga bo'lgan ahamiyati zo'r. Bu yilqi burun yezi cho'ng bo'lgan bolalar nima uchun bek aqlli bo'ldi ekan desa, bular tabiat dunyosida turib, har xil ovozlarni anglab, undan keyin har xil to'plarni, har xil toshlarni orasida dastlab yurib, masalan hozir bolalarga boyatin degandek xaltlar ayrim-ayrim materialga narsalarni silibchi, uydagi bor narsalarni salsak bo'lib, birsi hozir suyuqroq narsa qilib boqamiz, birsi qattiqroq qilib boqamiz, dast boqamizda. Bol miyong pulamsizmi? Bolni qo'ltiqni tutib turib, yine yetaklasak dastlashsangiz, buningki put orqali bu g'idixlindi, cho'mingning taraqqiyoti yaxshi bo'ldi. Shunga yez cho'ng bo'lgan bolalar, yalanlar to'pida toza o'ynagan bolalarniki shunday aqlli deyishning sababi ashlarniki tabiat dunyosida turib yetilib ketganchu. Qarmoq o'yin amniyatda bu bolalarniki taraqqiyoti, o'sib yetishyapti. Undan keyin biz bolalarni yana qanday o'ynasak bo'ldi desak, masalan tamga siz shomiyan javobi ikki tarafini chapilgan plaster shuni chaplab qo'yib uning ustiga har xil uydagi masalan albininiki kampitninki qog'ozlarni chaplab qo'yib yana bir qog'ozlarni har xil narsalarni chaplab qo'ysangiz bola uni suyib oladi-ku. Bu vaqtda bolaninki bilak kuch taraq qildi. Demak bu yer nima degan vaqtida bola o'ynayotdi, lekin bolaninki mana qiziqishi xavchishisi manzur bo'ldi-da, to'liqlandi. Ondan keyin bolaninki bilak kuchi deymiz. Ondan keyin tomoqni o'zi xohlagancha tutib apish jarayonidami, bolaning qo'l bilan eg'iz maslashish. Buningga yana ko'rish quvvati bilan o'zaro baslashish. Mushlarning hammasi yetilib mavdu degan gap. Shunga o'yin faqat o'yinlar emas. Bu bolaning o'sib yetilishidagi bir mukammal bir yaxshi o'rlashtirish. Hamda bizning qilgan ishimiz bolani voy uni mehnat qilyapsan, uni tutma, buni tutma deb o'rlashib emas, bolaniki keltirib chiqargan ovorsizliklardan qechish emas, balki bolaniki ash bolalikqa qondirib turib, xohlagancha o'ynash. Bir vaqtida 19 yoshli bir bola doktorlik unvoni olibdi. Bu bola shundan yaxshi o'qishga qatlab o'qibdi-da, ilk darajatlab turib o'qibdi. Lekin 19 yoshda doktorlikni bitirib kelgan vaqtida u bola hech qanday ish qilishni yaxshi ko'rmay, uyda o'yin o'ynab, gazir chiqib, uxlab Aştaq bir şahıb oturduğunda, şununla bunu münasibət mütəxəssisdən sorğan vaxtda, sizlər bu balılıq vaxtında qilish tegishli ishni qilmag'an keyin, endi buni to'liqlayotdi deganga. Shunga bir bolaga nisbatan eng yaxshi tarbiya, u qancha ishida nima ish qilish kerak bo'lsa, shu ishni to'sqinlik qilmay, faqat hayotda xavfiyatning ahvolasida, masalan, ba'zan bolalar xatarlik bir narsani og'ziga solsa, biz uni to'saymiz-da. Hargizmi ma ko'chang alaqay eg'iziyatki yetaklash qilyapmiz, ko'chang shuni ham qilyapmiz deymizda. Ishtaq turib, faqat hayotda xavflidigan bexatarlik jihatdan masala ko'rilmasa, bola birini buzamdi, chuvamdi, siz yana apaga o'yinchiqimiz bir chuvasa, "Voy, bu pul buzib bu o'yinchiqlarni qilib berdi" deb undaq buzib berdi menga deb o'ylamasdan, bu bolam buni izni yetibdi, ichidagi narsani o'zi qalliqqa turib qo'yibdi deb bir qiziqish holatini saqlab qola olsaqlar, bola balalik vaqti qon olsa, buningdan keyingi mayli o'rganishyapti bo'lsin, mayli xarakter yetildirishyapti bo'lsin, hamma jihatdan eng yaxshi sharoit hozirlab bergan bo'lamiz. Demak, endi bolalarniki mushu o'yin o'ynash jihatdami, endi bexatarlikka diqqat qilgan asosda cheklab qo'ymay, ularni erkin qo'yib berish kerak ekanmi? Unda bo'lsa, endi ba'zi uylarda birli bola bo'lgan vaqtda endi yolg'iz o'ynab qolsalik o'zi erkib qoldigan yoki o'ynash xo'sh yoqmaydigan ahvollar yuz berishi mumkin. Bunday vaqtda ota-onalar bilan o'ynash bas unum texnik bakarak yaxshi bo'lamdi qanday? Endi mush o'yinning qismiga kelgan vaqtida bolalar 4 yoshdan burun ular do'stga ehtiyoji yo'q. Bolalar endi shu o'yinning o'zini o'zlari olaydi. Ammo bir muhim nuqta shuki, bolaga nisbatan o'yinning o'ziga qaraganda ota-onaga bekrak qiziqadi. Bu nima deganlik desa, masalan, bolaga siz aynak qartib qo'yib, har xil do'ppilarni beshiga o'xshamagan ko'p bularni kiygizib o'ynatgan vaqtingizda, bola bir tarafdan aynakdagi o'zi o'xshamagan o'zini ko'rib, o'zining ranjir deymiz, o'zini tonishi shakllangan bo'lsa, yana bir tarafdan opasining yoki dadasiniki o'ziga hamroh bo'layotgan shu holatni texim qo'sh bo'ldi. Shunlashqa bir gapda ota-onaning o'zi eng yaxshi o'yinchi yo'q debchi. Lekin ko'pincha ota-onalar qanday qildi desa, birdan bo'lsin telefonni jihroq qarsam, jihroq ishimni qilasam, yoki jihroq ismini qo'shib ishlab pulni jihroq tapsam, bolamga payzi o'yinchiqlarni apasam, yaxshi o'yinchilikqa bag'ishlarga borib o'ynasam deb mundaq o'ylaydi. Amniyatda bolaga lozimiy jarayonchi. Shunga ota-ona ash bolalar billa ashunda qarmoqni oddiy masalan qog'oz 3 yoq yetibchi, jo'zi qo'yib bilqin puflab o'ynasangiz, amniyat bolaniki o'pkinanki sig'imchaliqqa bek yaxshi. Ashunda bolaga shunda qiziqarli ish bilinchi, uni olib pul ketmaydi, lekin ashaq siz bola bilan tam puflaysiz-da, lekin cho'ng bo'lsa yashib, cho'ngroq narsa puflaysiz. Mush jarayonda bola sizning hamroh bo'layotganingizni xushal bo'ldi.
qo'sh unumda. Shunglashqa eng muhim nuqta ota-onaniki bola bilan birga bolalikqa qaytib turib, ash vaqtda telefonni o'chirib, birdan bolaga shunda maslik kelib turib, zo'qliq kelib turib, "Mening bolam cho'ng bo'pti" deb birga xo'sh bo'lib, birga ash gavjirlan payban deymiz, yuqori sifatli kamera bo'lib turib, shu birga o'ynagan 15 minutlik o'yinni balki ba'zi vaqtda bolaga siz yiningizda bor, lekin bir kun yiningizda bor, ammo bolalar qattiq qaranzoq telefon o'ynab o'tgandan, bolalikdek payzi, 10 necha ming qo'yliq tojavjonchilarga bir-birib soatiga necha 100 qo'y pul to'lab qo'yganingizdan ish pishidi degan gap. Shunga ota-onalarningki eng yaxshi qiladigan ishi bolaga nisbatan yuqori sifatli hamroh bo'lishi, yuragi bilan hamroh bo'lishi, anandikin bolaninki ashnaq bir bolalikqa maslik kelib turib, ashi bolalikqa birga qaytishi. Mushu eng muhim nuqta. Bilib oldik. Ota-onalarmi balkim shunda xo'sh bo'ldik deyman mush mazmunlarni bilib olgandan. Chunki bu son programmamiz orqali biz masalan mush bolalarning harakati to'g'riliq bo'lsin, o'milash, oyga chiqish, jihatlardagi har xil bizda ko'rilayotgan shu kallis qatadigan masalalarning hammasini bilib oldik. Undan boshqa mush o'yin o'ynash haqiqatan ota-onalarning amraligi bo'lgandilar bolalar. Texmo xushal cho'ng bo'ldi, baxtli cho'ng bo'ldi. Rahmat sizga javob chaqdingiz. Undaq bo'lsa, ko'rmanlarimizning mana mush bilimlardan unumli foydalanib bolalarni texmo baxtli, sog'lom, xushal cho'ng qilishini umid qilamiz. Undaq bo'lsa, bugungi son programmamiz vaqt munosabati bilan bu yerda oxirlashdi. Kelarki son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.